Manda dard boshlandi. Holat haqiqatdan narigi dunyoga borib kelarkan inson kesiralarsiz, razrivlarsiz o'zim to'xtam. Rahmat Allohim. Mama молодец. Savollarni qo'yaman hozir. Juda ham ko'p savollar kelibdi. Hammasiga umumiy qilib javob berishga harakat qilaman. Menda hayajon, hali ham qo'llarim qaltiroq bosadi. O'sha tug'ruq jarayonlarini eslasam, bu jarayon menda juda ham og'riqli, uzoq va stressli, juda ham qo'rqinchli o'tdi. Bizlar hali 35 haftaga ham bormagandik. 34 haftaga 4 kunligimda suv ketib qoldi. Undan oldin ham azin suv ketib yurgan, men shunchaki u narsani sezmaganman. Suv ketganda vahimaga tushdik. Qaynonam "San toshni tug'asan" dedilar. Men qo'rqib ketdim. Hali 9 oyga o'tmadi-ku. Bolam qanaqa tug'iladi, qanaqa bo'ladi? Bu hali juda ham kichkina-ku, 8-oy oxiridamiz-ku degan qo'rquv, stress, miyamda har xil narsalar og'riq bilan 4 ta banchaga chopdik. Keyin esa 6-radomga joylashganimdan keyin u menda hech qanaqa dard emas, shunchaki suv ketganligi hisobidan bo'lgan og'riq ekan. 4 kun больницada yotdim. Kapelnitsalar ukollar qilishdi. Men o'yladim, ozgina davolansam suv to'xtaydi va men uyimga qaytaman va bir oydan keyin tuqqani kelaman deb o'ylagandim, lekin hammasi sarob bo'lib chiqdi. 34 dan 35 ga o'tganimda menda dard boshlandi. Hech qanaqa chaqiruv ukollarsiz, Alloh tomonlama dardim boshlandi. Kechasi soat 11.